rahmat bulut bizlarga 11 ayning sultoni keldi ulug'roq. Bismillahirrahmanirrahim. Roza qachon maqbul bo'ladi? Abduri Sheyx Muhammad G'azzali. Allohning roziligini maqsad qilish, oxiratdagi savobni umid qilish musulmonning barliq amallarining asosidir. Undaqda Allohning hadis qudusidagi roza men uchundir, mukofotini o'zim beraman degan so'zining ma'nosi nima? Ulamolar roza ba'zi arzulardan farz qilishdir deydi. Shundoq. Rozadagi farz bo'lsa, ba'zi shahvat va arzularni tark etishdir. Tark etish ba'zi vaqtlarda Allohning buyruqlarini ijro qilish uchun bo'lsa, ba'zi vaqtlarda bir qism ibodatgo'y va zohidlarning nazarida iroda bilan shaxsiy yuksalish, irodani kuchlantirish va tanni bo'ysundirish uchun o'zini chiniqtirish bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy maqbul bo'lgan roza Allohning roziligini talab qilgan va o'z irodasi bilan Allohga itoat qilganligiga xushal bo'lgan holatda arzu istaklarini tizgillaydigan rozadir. Shunglashqa Buxoriyning rivoyatida mundaq kelgan: Bandam yemak ichmikini va shahvatini men uchun tark etdi. Shubhisizki, roza Alloh roziligi uchun amaliy bir zikr. Allohga yaqinlashish uchun nafsiy bir jihad. Ruhiy arzularning jismining istaklaridan g'olib kelishi, ko'kka yuksalishi, butun insoniyatni nafsining arzu havaslarining qulchiligiga chaqirayotgan moddachilik hukmini mag'lub qilishdir. Roza deganlik yemak ichmakni tark etish deganlik emas. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: Kimiki yolg'on so'zlashni va uning bilan amal qilishni tark etmasa, u kishining yemak ichmakini tark etishga Allohning hojati yo'qdir. Yana bir rivoyatda mundaq kelgan: Roza qalqondir. Sizlardan biringlar roza tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, vaqirab jarqirmasin. Biror kishi yomon muomala qilsa yoki jidal qilsa, men rozador desin. Kishining o'ziga yomonlik qilgan kishidan intiqom olishga bo'lgan intilishi qattiq bo'lishi mumkin. Bo'libmi nam obro'li kishilarda texmo qattiq bo'lishi mumkin. Mu'min kishi ochchig'ini yutib, Robbining rizosini va oxiratini tanlasin. U yemak ichmakning shahvatiga g'olib keladi. Hamdi intiqomining shahvatiga g'olib kelishiga harakat qilsin. Men yolg'onchilik, g'ayvat shikoyat rozani buzib o'tadi deb qarayman. Undaqda yolg'on so'zlagan va g'ayvat qilgan kishi buzilgan rozasining qazosini qilamdi. Zohiriy mazhab olimlariga ko'ra qazosini qilish vojib bo'ladi. Boshqa mazhablarining qarashida ajri mukofoti zoya bo'lib ketadi. Qazosini qilish vojib bo'lmaydi. Lekin men tuhmatxo'rlar va insonlarning nom obro'yini depsanda qiluvchilarga muborak oyni depsanda qilishga jur'at qilolmasligi va bu oydan ayminishi uchun texmi og'ir hukm bersak deb arzu qilaman. Ramazon oyining ummatimizning hayoti va tarixida bilinishi kerak bo'lgan alohida o'rni bor. Chunki bu oy Alloh bilan qullari orasidagi abadiylik ruhiy aloqaning vositasidir. Bu ay Qur'oni Karim nazil bo'lgan va tekrar o'qiladigan oydir. Bu ayning kechalari Qur'on bilan teriladi. Bu ay kun patqandan keyin hamma birlikda iftor qiladigan, kunduzi roza tutish uchun suhur vaqtlari hamma birlikda hozirlanadigan, islom ummatining birligi texmo ta'kidlanadigan oydir. Bu ay tariximizda salafi salihdan kunimizgacha davomlashgan askariy shalliq kunlarning ayidir. Jabir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
ümmetimga mendin ilgiri payg'ambarlarga berilib boqmagan mundaq 5 xislat berildi. Birinchi, Ramazonning birinchi kechasida Alloh ummetimga nazar soladi. Allah kimga Ramazonga tayyorlik qilganligi va aktiv bo'lganligi uchun yaxshi ko'rish nazari bilan qarasa, u kishini abadiy azoblamaydi. Ikkinchi, ularning iftar vaqtidagi og'zidan chiqqan puroq Allohning nazarida iftarning purqidan muxshbiroqdir. Uchinchi, malaikalar ular uchun har kuni Allohdan mag'firat talab qiladi. To'rtinchi, Allah jannatiga buyruq tushirib shundoq deydi: Bandalarim uchun tayyorlik qil va zinnatlan. Bandalarim rohatlanish uchun dunyoning javri jafolaridan mening ne'matim va jannatimga yaqinlashdi. 5. Ramazonning oxirgi kechasi bo'lganda Allah barliq mu'minlarning gunohlarini kechirim qilib etadi. Sahobalardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, u Qadr kechasida bo'lamdi?" deb so'rganida payg'ambar alayhissalom: "Yo'q. İşlerini ado qilgan ishchilarning ish haqqini to'liq olganligini ko'rmadingmi?" deb javob bergan. Gunohlarning mag'firat qilinishi ikki turlik bo'ladi. Birinchisi oxiratda gunohlarning kechirim qilinishi, ikkinchisi insonning qalbidagi qora chekitning o'chirilib, qalbining ap-oq holatiga qaytishidir. Mümin Allah'a yüzlenishi va Allah'ның buyruqlarini bajo keltirganligining miqdori bo'yicha oyning oxirida u qora chekitning o'chirilganligini his qila oladi. Allohdan ro'zimizning va boshqa ibodatlarimizning maqbul bo'lishini so'raymiz. Amin. Müminlarga bir fursat keldi ulug' Ramazon.